Tilaklar ichidan izlab topganim, Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun, mehribonim, sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan yo'l yuzligim, farishta yuzligim, mehribonim, singiljonim. Seni bugungi shukronalik ayyomlaring Allohimizga banda, Habibimizga chin umid bo'lgan yana bir takrorlamas, go'zal bahorlaring bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu quvonchli kunlaring munosabati bilan senga uzoq umr, sihat, salomatlik so'rab qolaman. Doimo yaratgan egamning panohida, nazarida bo'lgin. Ishonganim, suyanganim, sirdoshim, jon jigarim, qondoshim, boringga shukr, mehribonim. Barcha yaqinlarimiz baxtiga eng avvalo mening baxtimga sog' va salomat bo'lgin. Ko'rgalaring Ka'batulloh, chin dunyoda ko'rgalaring jannat bog'lari bo'lsin. Nimaniki niyat qilgan bo'lsang, barchasi ziyodasi bilan amalga oshsin. Bugungidek go'zal kunlaring bardavom bo'lsin ilohim. Mehribonim, singiljonim, seni juda qattiq yaxshi ko'raman. Boringga shukr. Borligingning o'zi mening eng katta baxtimdir. Quvonchli ayyomlaring yana bir marotaba muborak bo'lsin.